Fayz bozoridan maktab forma olsak, necha pulga tushadi? Hozir shu ukamizga maktab formani boshdan oyoq o'zim chiroyli tanlab beraman, cho'tkib kiyintiramiz. Narxi necha pul bo'lganini hisoblab aytamiz. Maktab boshlanishiga oz vaqt qoldi. Siz uchun sifatli va hamyonbop narxdagi maktab kiyimlarini taklif qiluvchi Izmir brend do'koni bilan tanishtiramiz. Düymese ülkemezmen, men o dert çektim bilemezsen. Ailem yığılsa gülemezmen, ey sen hala üzün yanında olsamazsan. Foydam düymese ülkemezmen. Ukamizga o'zim chiroyli qilib forma tanlab berdim. Jami summasi 427 ming so'mga chiqdi. Agar sizga ham maktab formasi kerak bo'lsa, endi aniq qayerga kelishni bilasiz. Bu yerda siz ko'ylak va shimlar, maktab uchun oyoq kiyimlar, bolalar uchun kostyum shimlar, futbolkalar, kuzgi sportivkalar, erkaklar va bolalar uchun turli xil kiyimlarni topishingiz mumkin. Bundan tashqari, turli xil soatlar, har xil atirlar ham siz uchun tayyor. Manzil Fayz bozori 2-qator 77-do'kon. Mo'ljal asosiy eshikdan to'g'ridan kirganingizda 3-do'kon. Murojaat va qo'shimcha savollar uchun ushbu raqamlar bilan bog'laning.